Demak, deltasi ham nechaga teng bo'ladi? 0,4. Demak, sini to'g'risam bo'ladimi? 0,4 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam, yana muvozanat holatdasi necha bo'ladi u ham? Bu ham 0,4. Endi dissotsialanish konstantasi dissotsialanish deyapman. Muvozanat konstantasi nechaga teng ekan? 4 ga teng ekan. Endi bundan to'g'risam bo'ladi a ni. 0,4 ni 2 ga ko'paytirsam 0,8. Mana uni x deb olaman. Ya'ni muvozanat holatda ortib qolgan konsentratsiyani. Xo'sh. Ha? Qaysi? Yo'q. A x plus 0,8 bo'ladi-da. Bizga hozircha plus bo'ladi. Mana bu qo'shiladi, bu kelib chiqadi. Endi 0,4 ni bizga 4 deb berilyapti. To'g'rimi? 0,4 ni birinchisi yana 0,4 bo'lyapti. 0,4 ni 0,4 ga ko'paytiraman, bo'laman x ning kvadrati. Bu yoqqa o'tadi. 4x kvadrat teng bo'lyapti 0,16 gami? 0,16 bu yoqqa bo'lib o'tadi. X kvadrat teng bo'lyapti 0,4 bo'lyapti. X ning qiymati 0,2 ga teng ekan. Bo'ldi. Endi bizga nima deyapti? Dastlab A moddaning dastlabki konsentratsiyasi deyilyapti. Mana bu 0,2 ekan. Qo'shsak necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Demak, qaysi javob ekan? B degan javob bo'lar ekan. Dastlabki modda 2 moldan deyilyapti. Moldan degandan keyin bu ham 2 ga teng bo'ladi, bu ham 2 0 bo'ladi. Hali reaksiya kirishmasdan oldin. Xo'sh, muvozanat yuzaga kelganda reagent mahsulot konsentratsiyalari teng bo'ldi. Bundan x sarflansa, bundan ham x ketadi. Bundan qancha hosil bo'ladi? 2x hosil bo'ladi. 2x pastga tushadi endi. 2x bo'lsa, bu nima bo'ladi? 2 minus x. Bu ham 2 minus x bo'lyapti. Endi qaraymiz. Mahsulot muvozanat yuzaga kelganda reagent va mahsulot konsentratsiyalari teng bo'ldi. Reagent degandan keyin bularning konsentratsiyalar yig'indisi bilan bunga teng bo'lar ekan. Endi ikkalasini qo'shsam necha bo'ladi? Minus 2 ga 2 ni qo'shsam 4, minus x ni qo'shsak 2x bo'ladi. Minus 2x teng bo'lyapti 2x ga. Bu yoqqa o'tgandan keyin 4x teng bo'lyapti 4 ga. X ning qiymati 1 ekan. Demak, mana bulardan 1 saqlanib ketgan ekan. Bizga nimani so'rayapti oxirida? Muvozanat konstantasini toping deyilyapti. 2 dan 1 ni ayirsam yana 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. Bu necha bo'lib qoladi endi? 2 bo'lib qoladi muvozanat holatda. Endi konstantani topmoqchi bo'lsam 2 ning ikkinchisi taqsim 1 ning birinchisi ko'paytirilgan 1 ning birinchisi. 1 1 1 1. Qiymatimiz necha ekan? 4 ekan. Qaysi javob bo'lyapti? C degan javob bo'lyapti. Va D. Reaksiya tenglamasi bo'yicha D moddaning muvozanat konsentratsiyasi 2 ekan mana. Boshlang'ich delta va Km. Mana bu D'miz 2 ga teng ekan. Demak, bu to'g'ri tepaga ko'tariladi. 2 2ligicha o'tadi. 2 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam 4 bo'ladi. 4. Hali muvozanat holatda nechadir bor bilmayman, lekin konstant 2 ga teng ekan. Uzr. 0,125 ekan. Endi qaraymiz. 2 ning birinchisi taqsim x ning kvadrati teng bo'lyapti 0,125 ga. 0,125 x kvadrat teng bo'lyapti 2 ga. X kvadrat teng bo'lyapti 2 ni 0,125 ga bo'linglar necha bo'ladi? Shunda 8 chiqadimi? Ha. Yo'q, 16 bo'lyapti. Demak, x ning qiymati nechining kvadrati 16 ga teng? 4. X demak bu mana bundan 4 ortib qolgan ekan. Endi L moddaning dastlabki konsentratsiyasi degandan keyin 4 ga 4 ni qo'shaman, necha bo'ladi? 8 bo'ladi. Qaysi javob ekan? C degan javob bo'lar ekan. Keyingi 1/3. Ya'ni dastlab 3 bor edi, bir qismi sarflanib ketdi deyilyapti. Demak, bu yerdan qancha ortib qoladi? 2 ortib qoladi. Demak, sarflanish qiymatlarini yozaman. Mana bu 1 1 1 bo'ladi. 1 1 pastga tushadi. Mana bundan x ortib qoldi deymiz. Muvozanat konstantasi qiymati 1 ga teng ekan. 1 ni ko'paytiraman 1 ga, bo'laman 2 ko'paytirilgan x ga. Qiymat necha chiqishi kerak ekan? 1. 2x teng bo'lyapti 1 ga. X ning qiymati 0,5 ga teng bo'lyapti. Demak, mana bundan 0,5 ortib qolgan ekan. Dastlab qancha bo'ladi bu? 1,5 bo'ladi. B moddaning qancha qismi sarflangan desak, 1 taqsim 1,5. Buni 2 ga ko'paytirsam, 2 taqsim necha bo'ladi? 3 qismi sarflanib ketgan ekan. Qaysi javob bo'lyapti?
B degan javob 11. Bizga nima ma'lumotlar berilyapti? X'imiz bor. Shundan 2 y ekan. Tenglamasi bo'yicha X moddaning dastlabki konsentratsiyasi 6. Mol taqsim litr bo'lib, sistemada muvozanat qaror topganda moddalarning konsentratsiyasi tenglashdi. Muvozanat konstantasi va uning birligini aniqlang. Tenglashdi degandan keyin bundan qandaydir A mol konsentratsiya sarf bo'lib ketyapti. Bundan qancha hosil bo'ladi? 2 A. Demak 2 pastga tushadi. Demak bu 6 minus A ga teng bo'lyapti. Bu ikkalasi konsentratsiyalar nima bo'ldi deyilyapti? Teng bo'ldi deyilyapti. Bu bu yoqqa o'tgandan keyin nima o'tadi? Plus o'tadi. 3A teng bo'lyapti 6 ga. A ning qiymati necha? 2 ga teng bo'ldi. Demak 2 saflanib ketgan ekan, bu 2 ga teng ekan. Endi bizdan nima so'rayapti? Muvozanat konstantasini so'rayapti. Demak 4 ni kvadrati taqsim 6 dan 2 ni aytsak 4. 4 ga bo'lsak necha bo'ladi? 16 ni 4 ga bo'lsak 4. Demak, muvozanat konstantamiz 4 ekan. Endi qaranglar-da, 4 litr taqsim mol bor. Keyin taqsim kirib beravering. Mol taqsim litrga teng bo'ladi. Endi bular qisqarib ketadi. Qisqargandan keyin bitta qoladi o'zi mol taqsim litr qolgan ekan. Shunaqa javob bormi? Demak, D degan javob chiqyapti. 4 degan to'g'rilik faqat o'lchov birligi mol taqsim litrdagi qiymatga chiqyapti. Qaysi javob bo'lyapti? D degan javob bo'lyapti. 11 bo'ldi. Xo'sh, quyidagi kantasi uni birligini aniqlang. Taqsim 6 ning ikkinchisi 36 bo'ladi. Qaysi javobda shunday javob bor? 27 chiqqan. Bor, bo'ladi. Qaysi birdan chiqadi shunaqa? 27 chiqqan. Ana shu 2 ga bo'laveradi. 4 ni 9 ga bo'lib ko'ringlar, qancha chiqadi? Chiqmaydimi? 27. Demak 2 deb olar ekanmiz endi qiymatini. Agar 2 desak, mana bu yerga 2 tushadi, bu yerga 2 tushadi. Bu ham 2. 2 ga 2 bo'lib qolyapti. 4 ni bo'laman. Oldin 4. Ha.
Endi 2 ni ko'paytiraman 2 ning ikkinchisida taqsim 6 ning kvadrati bo'lyapti. 2 kere 2 4, 4 2 bo'lsa 8. 8 taqsim 36 bo'lyapti. Bu necha bo'ladi? 8 36 ga bo'laymi? 0.2 ga ko'paytirib, yana 2 ga bo'lsa buni qiymati o'zgarmaydi. 1 bo'lib qoladi. 2 ni 3 ga ko'paytirib, 2 ga bo'lsa necha bo'lib qoladi endi bu? 3 bo'lib qoladi. Endi mana bu pastga 3 tushadi. Buning qiymati 1 gacha turaveradi. 3 ning 3-darajasi nechaga teng bo'lyapti? 27 bo'lyapti, to'g'rimi? 27 ni ha 27 taqsim 36. Endi buni necha deb olamiz? 4 deb olamiz. Masalan 4 bo'lsa 8 ta bo'lyapti. Mana bu endi 4 turaveradi. Qayt. 2 ni 1 bu 2 turaveradi. 2 ni 4 ga ko'paytiramiz 8, 8 ni 2 ga bo'lsak 4 bo'ladi. 4. Bu ham 4 bo'ladi. 4 ning 4-chisi nechaga teng bo'ladi? 256. 256. 256 taqsim 36 bo'lyapti. Men bo'lmayaptimi? Bo'lib hisoblab ko'ring, aslida bunisi tushunmadimi? Endi 5 deb ko'rish kerak ekanda. 5 ga chiqadi. Mana bu 5 desak, 2 kere 5 10. Mana bu 5, bu ham 5 bo'lyapti. 5 ning 5-chisi nechaga teng? 3125 taqsim 36. Shunda A degan joy bo'ladi. Ha? Mana qiymat olyapsiz-ku, 1 deb olib ko'rdik, chiqmadi, 2 deb olib ko'rdik, chiqmadi, 3 deb olib ko'ryapsiz. Mana shunga ketaveradi. 5 da Yoki buni matematik usuli bor. Bitta matematik usuldan ketaylik-da. X, y, n. Bundan x kvadrat x2 plus y 2 bo'lyapti. X biz 2 ta bo'lgani uchun mana bu yerga 2 ni qo'yaman. 2 n ta bo'lgani uchun mana bu yerga nechani qo'yaman? N ni qo'yaman. Endi qaraymiz. Dastlab bizga mana bundan 8 ta edi. Qanchasi ketdi? X ta sarflanib ketdi, 6 tasi qoldi. Endi 2 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak 1 bo'lib qolyapti. 1 ni n ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak n bo'lyapti. Bo'ldi. Ha. Xo'sh. Bu 1 bo'lib qoladi, bu n bo'lib qoladi. Lekin buni o'rtasida bog'lovchi qiymat yo'q-da. Hozir n ning n-chi darajasi bo'lyapti. Mana n ning n-chi darajasi taqsim 36 bo'lyapti. Ha, endi javoblardan birda birinchisini qo'yib ko'ramiz, 2 ning ikkinchisini qo'yib ko'ramiz. Mana shu kelaveradi-da. Bu ham 0.6, bu ham 0.6 desak, kirishmasdan oldin bular necha bo'ladi? 0 bo'ladi. Muvozana yuzaga kelganda qancha adad bo'ladi, qoladi deryapti. Buning uchun sarflangan x desam, bundan ham x pastga tushadi, bu yerga tushadi. 0.6 minus x qoladi, 0.6 minus x ga teng qoladi. Endi muvozanatimiz 25 ga teng ekan. Muvozanatga qo'yib olaman, qaranglar. X ni ko'paytiraman. Tartibda yozaylik, mana bu tomonda. X ni ko'paytiraman x ga taqsim 0.6 minus x ni ko'paytiraman yana 0.6 minus x ga va bo'lganini necha chiqish kerak ekan? 25 chiqish kerak ekan. Endi ana shu tenglamani ishlashim kerak. Ko'rasizlar? Endi bu oldin 0.36 ni x ga ko'paytirsam minus 0.6x minus x ni 0.6 ga ko'paytirsam minus 0.6x minus x ni minus x ga ko'paytirsam x kvadrat bo'lyapti. Ana shuni ko'paytirishim kerak ekan nechaga? 25 ga ko'paytirishim kerak ekan. Endi 25 bu yerda nima o'tadi? Masalan, 1 turibdi desak, bo'lib o'tadi-da. x kvadrat minus Bo'lmaymiz. Ko'paytirib ketaveraylik. X kvadrat teng bo'lyapti 9 dan minus 32 plyusdan 25 x kvadrat bo'lyapti. Endi bu mana bu yerga 0 teng 9 minus 32 plus 29
4x kvadrat bo'lyapti. Ana shuni ishlaysizlar. Ha? 0.5 chiqyapti x qiymati. Bo'ldi. Mana bu yerda endi 0.5 sarflangan ekan. 0.6 dan 0.5 da aylaylik, hech bo'ladi. Demak, qaysi javob bo'lingan? Tamam. Qaranglar, birinchi savolni nomlamay endi. Yana. Tenglashtiramiz. To'g'ri. Bu yerning 2 Endi qaranglar, sarflanganni mana uni a deb olaman. Aylanaylar. Oy. Ha. Qarab turing. Qaranglar. Mana undan a sarflanib ketsa, bundan qancha sarflanib ketadi? 2. Bundancha to'g'ri hosil bo'ladi, sarflanmaydi mana bundan. 2a hosil bo'lyapti. Endi nima e? Ha, qancha? Tabiiy qabul qilmayman. Endi qaranglar, ortga qolyapti qancha? 5a minus a bo'lyapti. 6 minus 2a. Bundan 2a. Ana shularning jig'indisi nechaga teng ekan? 9 ga teng. Albatta, matematikani chanchigan odam chanchmaydi. Demak, minus a minus 6 11 deb o'tgandan keyin a'ning qiymati 2 ga teng bo'ldi. Bo'ldi, endi bizlar bu necha edi? 14 ga bo'lmaydi. Nima so'rayapti? Muvozanat konstantasini toping deyilyapti. Mana bundan muvozanatda turibdi, km holatida turibdi, mana a ayrilganiga teng. 5 dan 2 ni ayirsak 3 bo'lyapti. Demak, bu yerda 6 dan 2 ani 2 bo'lyapti. Bu 2 bo'lyapti, 4 bo'lyapti. Endi muvozanat km ni topmoqchi bo'lsam, 4 ning kvadrati 16 bo'lyapti. Bo'laman. 3 ning birinchisi ko'paytirilgan, 2 ning ikkinchisi 4. 16 taqsim 12 qisqartirsak 8 taqsim 6. Yana qisqartirib bo'ldi. Ha, tajribaga ishlatilgan. Dastlabki konsentratsiya hisoblangan deyapti. Lekin bizga D moddani muvozanat holatidagi konsentratsiyasi 1 deyilyapti. D moddamizning muvozanat mana 1. Demak, mana bu ham 1. Sarflangani necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Mana uni x deb olayman. Ha, x deb olayman. Endi nima qilaman? Endi konsentratsiya 1 ning birinchisi taqsim x ning ikkinchisi teng bo'lyapti 4 ga. Taqsim 1 bu 4x kvadrat teng bo'lyapti 1 ga. 1 ga x kvadrat teng 25. 5 mi? 5 bo'ladi, to'g'ri. 0.5. Endi nima so'rayapti? Agar moddaning dastlabki konsentratsiyasi mana 0.5 bo'lsa, 0.5 bo'lsa, dastlabki degandan keyin 2,5 bo'lyapti. D degan javob bo'lyapti. Qaysini x ga tushunmadi? X nima olasizda? Dastlabkisi aniqlashku. Degan nima hosil qilyapti? R. Tezkcha K1. K1imiz nechaga teng ekan? 200 ga. Keyin yana teskari reaksiya ketyapti ekan endi. R dan S hosil bo'libdi. K2 ning tezlik konstantasi nechaga teng ekan? 80 ga teng ekan. 80. Ana shu ikkita berilgan ma'lumotdan biz nima topsak bo'ladi? Ha? Konstantasini topsak bo'ladi. Ya'ni K1 taqsim K2. K1imiz 200 edi. Shuni bo'lamiz 80 ga necha bo'ladi? 2,5 ga teng bo'ldi muvozanat konstantasi. Keyin qaranglar, masala shartida 70 gram S moddadan hosil bo'ladigan deyilyapti. S moddadan mana bundan S parchalanyapti-yu, R da hosil qilyapti. Ya'ni parchalamayapti, izomerlanyapti. Keyin aytilyapti, qaranglar, mana undan o'zi 70 gram olingan edi. 70 gram olingan edi. Qanchadir qismi parchalanib, ya'ni izomerlanib ketdi. Masalan, X bundan qancha hosil bo'ladi?
x hali parchalanmasdan oldin, izomerlanmasdan oldin bu 0 edi. Izomerlangandan keyin bundan x gram hosil bo'ladi. Xo'sh, ana endi x bo'lsa, mana bu boshlang'ich, mana bu delta, mana bu km muvozanat holatda qancha qoladi? 70 minus x qolib ketyapti. Endi muvozanat konstantasiga qo'ysam, x ni bo'laman 70 minus x ga teng bo'lyapti nechaga? 2,5 ga teng bo'lishi kerak ekan. Endi shundan topamiz. 2,5 ni 70 ga ko'paytiraman, necha bo'ladi? 175 minus 2,5 x teng x ga. Bu yoqqa o'tadi, plyus o'tadi. 3,5 x teng bo'lyapti 175 ga. X ning qiymati 50 mi? Demak, 50 ga parchalanib ketgan ekan, R dan qancha hosil bo'lyapti? 50 hosil bo'lyapti, bo'ldi. 50. Demak, R dan 50 gram ekan, 70 dan 50 ta ayirsam, S'imizdan qancha ekan? 20 gram ekan. Qaysi S degan joy. 2 ta L shundan D ni hosil qilgan. Konsentratsiyamiz D moddaniki 0.5 ekan. Bu mahsulot edi, hosil bo'lgan mahsulot. Mana bu 0.5 bo'lsa, sarflangan qancha bo'ladi? Bu ham 0.5 bo'ladi D-niki. Sarflanib hosil bo'lgani. Endi mana bu L dan qancha sarflanib ketyapti? 0.5 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'laman, yana 1 bo'ladi. Endi muvozanat holatda bilmayman qanchadir x turibdi, lekin bizga muvozanat konstantasini beryapti ekan. Nechaga? 1 taqsim 8 ga teng deb berilyapti. Muvozanat konstantasiga qo'yaman. Ya'ni 1 taqsim 8 ekan, ana shu teng ekan 0.5 imizning birinchi darajasi taqsim x ning kvadrati bo'lyapti. 0.5 ni bunga ko'paytirsak 4 teng x kvadrat. X imizning qiymati nechaga teng bo'lar ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. Endi nima so'rayapti? L moddaning dastlabki konsentratsiyasini toping deyilyapti. Mana bu 2 bo'lsa, 2 ga 1 ni qo'ysam necha bo'ladi? 3 bo'ladimi? Demak, 3 mol taqsim litr ekan. S degan javob. 16 2x 3y delta va km. Muvozanat holatimizda nechaga teng ekan? 3 ga teng ekan. X mod dastlabki konsentratsiyasini aniqlang. Endi qaranglar, mana bundan 2A sarflanib ketsa, bundan qancha hosil bo'ladi? 3A hosil bo'ladi. Demak, muvozanat holati ham qancha turadi? 3A. Demak, muvozanat konstantasi qo'yaman. 3A ning 3-darajasi bo'ladi. Taqsim 3 ning 2-darajasi teng bo'lyapti nechaga? 3 ga teng bo'lyapti. Taqsim 1. Endi qaraymiz. 3 kara 3 9, 9 ni 3 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? 27. Mana 3A ning 3-darajasi. Mana bu yerda mana 3A turibdi, shuni 3-darajasi bo'lyapti. 3 ni 3-si nechaga teng? 27. 27A ning kubi bo'lyapti. Teng bo'lyapti. Endi bu nechaga? Yana 27 ga teng bo'lyapti. A ning kubi teng bo'lyapti nechaga? 1 ga. Demak, nechining 3-darajasi 1 ga teng? 1 ning 3-darajasi. Demak, A ning qiymati nechaga teng ekan? 1 ga. Demak, mana bu 2 bo'lar ekan. Buni o'chirib qo'ysam, bu 3 bo'lar ekan. Bu 3 bo'ladi. Bu dastlabkisi necha bo'ladi? 5 bo'ladi. Bizdan nima so'rayapti? X moddaning dastlabki konsentratsiyasini aniqlang degandan keyin 5 chiqdimi? S degan javob bo'lar ekan. 2S. Reaksiya tenglamasi bo'yicha A moddaning dastlabki konsentratsiyasi 4 mol taqsim litr. Mana boshlang'ich delta va km. A moddani boshlang'ichi 4 ekan. Mana yozdik. Muvozanat holatda S moddaning konsentratsiyasi muvozanat holatda. Endi qaranglar, mana unga x sarflanib ketsa, B dan qancha ketadi yana? X ketadi. S dan 2x hosil bo'ladi. Mana bu 0. 2x qayerga tushadi? Yana tagiga tushadi. Bundagi holat nima bo'ladi? 4 minus x bo'ladi. Buning qiymati hali bilmayman. Hozircha turaversin. Endi qaranglar. S moddaning konsentratsiyasi deyilyapti. Mana 2x teng ekan A moddanikidan 2 marta ko'p deyilyapti. A moddamizning konsentratsiyasidan 2 marta ko'p deyilyapti. Endi bu muvozanat holatidagimi? Ha, muvozanat holati mana bu yerda 4 minus x. 4 minus x dan necha marta ko'p deyilyapti? 2 marta ko'p. Demak, mana shuni qavsga olib 2 ga ko'paytirishim kerak ekan. Bo'ldi. 2x teng bo'lyapti bu 8 minus 2x ga. Bu yoqqa o'tgandan plyus o'tadi. 4x teng bo'lyapti 8 ga. X ning qiymati 2 ga teng bo'lar ekan.
Demak, mana bulardan 2 sarflangan ekan. Endi B moddaning dastlabki konsentratsiyasini aniqlang degandan keyin nima qilamiz? B modda mana bu 2 sarflangan bo'lsa, mana bu 2 ekan. Mana 2 ni 2 ga ko'paytirsam, muvozanat holatda endi bu necha bo'ladi bu yerda? 4 bo'ladi. 4 dan 2 ni ayirsak necha bo'ladi bu yerda? 2 bo'ladi. Endi muvozanat holatda bundan A turibdi deyman, konsentratsiya bilmayman. A turibdi. Lekin bizga endi A ni topib olishimiz uchun muvozanat konstantasi berilgan. Muvozanat konstantasi nechaga teng ekan? 4 ga teng ekan. 4 ga tenglashtirib olaman. Qaranglar. 4 ning kvadrati taqsim 2 ning birinchisi, 2 ning birinchisi ko'paytirilgan A ning birinchisi teng bo'lyapti nechaga? 4 ga taqsim 1. 4 kara 4 16. 16 ni 1 ga ko'paytirsak yana 16 ni o'zi teng ekan. 4 ning 2 8. 8 2 kara 4 8 A desak ham bo'ladi-da. Buni ko'paytirsak, A ning qiymati nechaga teng bo'lyapti? 2 ga teng bo'lyapti. Demak, mana bu 2 ga teng ekan. Demak, buni dastlabkisi necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Mana B degan javob bo'ladi. Molda mana bu muvozanat holatda turibdi deb tasavvur qilamiz. Mana bu 4 4 4 4 ekan. K muvozanatni topmoqchi bo'lsam, 4 ni birinchisi ko'paytirilgan 4 ning birinchisi mana bular. Bo'laman A ning birinchisi, ya'ni 4 ning birinchisi ko'paytirilgan yana 4 ning birinchisi. Nechaga teng bo'ladi? Baribir yana paydo bo'lgan ekan endi. Xo'sh, endi qaraymiz. Sistemada barcha modda muvozanat konsentrat 4 moldan sistemaga qancha A modda kiritilsa deyilyapti. D ning yangi muvozanat konsentratsiyasi 6 bo'ladi deyilyapti. D niki yangi muvozanat konsentratsiyasi 6 bo'lishi uchun 4 ga nechini qo'ysam 6 bo'ladi? 2 ni qo'shsakkina bu 6 bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, S dan ham qancha qo'shilgan bo'ladi S ga ham? 2 qo'shilgan. A bilan B dan qancha ketgan bo'ladi? Ha? Ha? 2 ta ketgan bo'ladi, bundan ham 2 ta ketgan bo'ladi. Endi bu muvozanat holatda necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Endi qaranglarda, sistemaga qancha A modda qo'shilganda deyilyapti ekan. A mol. Endi qarayman. Mana bunga qanchadir qo'shilgan, men buni nimasini bilmayman. Nima desam, masalan, mana bunga x qo'shildi. Mana bu kamaygan holati nima bo'ladi? 4 dan 2 ni aysam necha bo'ladi? 2 mi? 2 plus x ga aylanib qoladimi? Bu nima bo'lib qoladi? Bu ayrilganisi 2. Endi muvozanat konstantasi o'zgarmaydi bu yerda. Mana buni qiymati 1 chiqdi-ku, endi shunga tenglashtirib olaman. K m ning qiymati 1 ga teng bo'lsa, mana 6 ni 6 ga ko'paytirsam 36. Demak, hammasi 1 koeffitsient turibdi. 2 ni 2 ga ko'paytiraman. 4 plus 2x bo'ldi. Buni men ko'paytirib endi hisoblaymiz endi. 36 teng bo'lyapti. 4 plus 2x bu yoqqa o'tadi. 32 qiymati 16 bo'ldi. 16 ekan. Endi nima deyapti? D ning yangi muvozanat konsentratsiya bo'ladi. Sistemaga qancha mol A modda kiritilsa deyilyapti. A moddamizni mana bu kiritilganini men o'lchov birligi nima degandim? Mana bu x kiritildi-ku. Ha, o'lchov birligi nima edi? O'lchov birligi mol taqsim litr edi. Mol taqsim litr. Endi masala shartida qancha mol deyilyapti. Mana qo'shilganini topdim. 16 mol taqsim litr ekan. Mol taqsimi. Sistema hajm bormi bizga? Berilganmi? 2. Modda miqdorini topmoqchi bo'lsak, Barno nima ish bajaramiz? Ko'paytiramiz. Ya'ni S modda miqdori topmoqchi bo'lsak, molyarlikda ko'paytiraman hajmga. Molyarligimiz 16 edi, ko'paytiraman hajm 2 ekan. Bu bo'ladi necha? 32 mol ekan. Qaysi javob ekan? S degan javob bo'lar ekan. Kelishdikmi? Kelishdik. 2. A plus B S plus D. Muvozanat sistema gaza bor. Endi ana shu holat bo'yicha biz muvozanat konstantasini topishimiz kerak. Va deyilyapti 3 mol qoladi. Chiqib ketgan farqimiz necha bo'lyapti? 1. Bittaga kamay sodir bo'ladi. Sizdan qanchaga kamay sodir bo'ladi? Bunda ham 1 ga kamay sodir bo'ladi. Bundan kamaysa, bulardan nima bo'ladi? Ko'payadi. Demak, bular 1 bo'ladi, bu ham 1 bo'ladi.
Nimaga sarflanishini bilamiz-ku, qanday topamiz? 1 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'laman, 1 ga ortyapti. Chunki mana bu kamayish sodir bo'lyapti-ku. Reaksiya teskari B niki ham, A niki ham 1 ga ortyapti. Endi bu kamaygani 3 bo'lib qoladi, bu ortgani 9 bo'lib qoladi, lekin degani bor, mana bundan qancha chiqarib yuborgan edik? Qanchadir A dan X ta chiqarib yuborgan edik. Endi bu 9 minus X bo'lib qolyapti. Endi muvozan 3 ning birinchi darajasi ko'paytirilgan 3 ning birinchi darajasi taqsim 9 minus X ni birinchi darajasi ko'paytirilgan yana 9. Qiymatimiz 1 taqsim nechaga teng ekan? 4 ga teng bo'lib qoladi. 36 teng ekan. 9 ga 9 81 minus 9x bo'lyapti. Bu yoqqa minus o'tadi. 36 dan 81 da ayraydi. Minus 9x teng bo'lyapti minusdan 45 ga. X ning qiymati 5 ekan. Demak 5 chiqarib yuborishimiz kerak ekan. Men chiqarib yuborganni x dedik. X imiz qiymati 5 chiqdi. Chiqib ketgani moldan deyilyapti mana. 5 Muvozan qaror topganda S moddaning konsentratsiyasi bo'lsa, muvozan konsentratsiyasini aniqlang. Muvozan qaror 5 moldan olingan. Muvozan qaror topganda S moddaning konsentratsiyasi 6 mol bo'lsa deyapti. Mana bu boshlang'ich delta va Km. Delta va Km. Mana bu S moddadan qancha deyilyapti ekan bizga? 6 mol deyilyapti muvozanat holatida. 5 ga nechinidir qo'shsam 6 bo'lish kerak. Necha bu? 1 mi? Mana 1. Demak, B moddamiz ham nechaga ortgan? 1 ga A moddamiz qanchaga kamaygan? Bu 3 bo'ladi. Bu endi 6 bo'ladi. 36 bo'laman 3 ning ikkinchisi. Bu 9 bo'ladi. 36 4 ekan. Shunaqa javob bormi? Bor ekan. Qaysi javob? A degan javob. 80% parchalanganda. Xo'sh, endi qaraymiz. Ikkitasi parchalansa, nechta gaz hosil bo'lyapti umumiy hisobda? 4 ta gaz hosil bo'lyapti. Qanchaga ortish bo'lyapti? 2 taga ortish bo'lyapti. Endi bizga 4 mol ammoniakning 80% parchalanibdi. 4 ni 80% ni topa olaman. 4 imiz bu 100% bo'lsa, 80% imiz qancha? Necha bo'ladi? 3,2 bo'lar ekan. Mana bu 3,2 bo'lsa 3,2. Bundan qancha hosil bo'ladi? Bu hosil bo'lgan topa olaylik 4 mi? Mayli. Mana 6,4 ekan. 6,4 ta gazimiz bor ekan. Parchalangan idishdagi bosim qancha bo'ladi? Qaranglar, endi proporsiya tuzay. Agarda 4 molimiz 2 atmosferani bersa, bizga mana 80% parchalanib ketgan edi. Necha foizi qolgan edi yana? 20%. 4 dan ayiraman 3,2 ni 0,8 nimamiz? Molimiz qolyapti yana ammoniak. Bu yerdan hosil bo'lgan gazimiz bor. Qancha edi? 6,4 edi. Shunga qo'shaman 6,4 ni 7,2. Agarda bizga mana bu 7,2 bo'lsa, bu qancha atmosfera bo'ladi deb ko'raylik. 20 da. Masalan, vodoroddan X mol olingan bo'lsa, o'sha necha foiz sarflanib ketibdi? 90%. 0,9 ga ko'paytiraman. Ya'ni 0,9 X mol bo'lyapti, sarflangan bu vodorod bo'lyapti. Endi mana bu 3 ta bo'lyapti. Bu bitta gaz bo'lyapti. Bu yerdan 2 ta gaz hosil bo'lyapti. Bizga sarflangani 0,9 X edi. Bundan qancha hosil bo'ladi ammoniakdan? Ha? 0,9 ni 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'laman 0,6 X. Vodorod azotdan qancha sarflanib ketadi? 0,3 X sarflanib ketyapti. Endi qaraymiz, o'qiymiz. Mol ulushi. Demak, mana bu 0,6 X ekan. Shuni bo'laman. Hosil bo'lgan gazlar aralashmamizda 0,9 X da bo'ladi, 0,1 X qolib ketyaptimi? Bu yana nima qolib ketyapti? Bu vodorod ortib qolgani bo'lyapti. Reaksiyamizda yana 0,6 X bu ammoniak hosil bo'lgan. Va mana bu olindi desak, sarflanib ketgan bu. Ha, bo'ldi. Javob chiqadi. Qaranglar. Endi mana shu mol ulushi degandan keyin ammoniakimizning molini yozib olyapman. 0,6 X ga teng ekan. Umumiy 1 mol desak, 1 mol.
Shundan ayirib tashlaymiz sarflanib ketgan azotning miqdorini 0.3x ni va qo'shib mana bu nimani keltirib chiqaryapti? Ortib qolgan azotning miqdori bo'lyapti. Shuni tagidan yozaman. 1 minus 0.3x plus deyman. Bizga 0.1x vodorod bor, 0.6x ammiak bor. Jami qo'shsam necha bo'ladi? 0.7. 0.7x va bo'lganida necha chiqish kerak ekan? 60% chiqish kerak ekan. 0.6 taqsim 1. Endi hisoblaymiz endi. 0.6 ni 1 ga ko'paytirsam yana 0.6 ni o'zi minus 0.3 ga 0.7 ni qo'shsak necha bo'ladi? 0.4 bo'ladi. 0.4 ni 0.6 ga ko'paytirsam 0.24 bo'ladi. 0.24 plus 0.24x teng bo'lyapti 0.6x ga. Bu yoqqa minus o'tadi. 0.6 dan 0.24 ta ayiraman. 0.36x teng bo'lyapti 0.6 ga. X ning qiymati 0.6 ni bo'lamiz 0.36 ga. Ha? 1.666 mi? Ha? 1.66. Xo'sh, endi bizga nima so'rayapti? Azotning qancha qismi sarflangan? Sarflanganimiz haylan x ni 0.3 ga ko'paytir deganiga teng edi. Necha bo'ldi 0.3 ga? Aha, 0.5 mi? Bo'ldi. 0.5 imiz bu sarflanib ketgan azotimiz edi. Umumiy necha mol oluvdik? 1 molmi? Demak 0.5 ni bo'laman 1 ga va 100 ga ko'paytiraman. Ha? 50% ekan. Shuna javob bormi? Bor ekan, mana D degan javob chiqyapti.